qo'ldan. Voy oyijon, uxlab qolman. Mayli qizim, hech qilmaydi, hammani tozalab keldim. Uzr, men choy tayyorlab turaman. Yo'q, nega uzr so'raysiz? Choy tayyorlab qo'yganman. Boring, tez choylaringizni ichib oling, sovib qolmasin. Boring qizim. Unda yura qoling, sizdan birga o'tiramiz. Mana hozir kiraman, qo'limni chayib oling. Xo'p. Oyijon, Ha qizim. ovqatimni askincha sho'r qilib qo'yaman-da. Voy qizim, shu ham muammomi? Ikkita garchigan artib sovoring, tuzi joyiga keladi. Tuzi joyiga keladimi? Keladi. Xo'p, hozir. Oyijon, qarang, oq bilan tiqvorgan ekanman, rangi o'tib qopti. Voy. Mayli qo'yavering, men hozir aslab tozalab qilib beraman qizim. Ketarmikin? Ketadi. O'g'lingiz meni o'ldirarlar. O'ldirmaydi, indamay mazur tozalab beraman, xo'p? Xo'p, oyijon. Sen jinnimisan, nima meni kolleksiyamga teginding? Ha. Tegini tozalab artdim-da. Bu narsalar menga juda ham qadrli. Almashtirib tashavermanga hamma joyini. Ben Muhammaddan men nimaga? Menmi keliningiz-da, oy kolleksiyam buzib tashlab joyini almashtiradi. Voy bolam, xuddi yosh bolaga o'xshaysan-a. Shunga shunchami? Men kelinga aytdim changlar artib qo'ying deb. O'zing to'g'rilamasang bo'ladi-ku. Hech qancha vaqt ketmaydi. Har safar keliningiz yonini o'rasa, oyi. Kelinim bo'lgandan keyin yonini olaman. Bo'ldimi qizim? Changlar artib bo'ldingizmi? Yuring men bilan. Sen o'zing ko'nglingdek qilib chiroyli qilib qo'yaver. Oyijon, uncha yaxshisiz. Nima gap? To'ydan oldin men kelin bo'lishga rosa qo'rqardim. Dugonalarim qaynona degan insonni yovuz, ko'chaga chiqarib qo'yadigan, kun bermaydigan deb tasvirlashgan. Lekin siz umuman boshqachasiz. Siz onamdan ham ko'proq menga mehribonchilik qilasiz. Qizim, qaynona ham ona degani. O'zini farzandiga, keliniga hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi. Aslida qaynonalarni sizga yomonlagan dugonalaringizni o'zini bir kamchilik, nuqsoni borki, qaynonasi bilan chiqisha olmayapti. Hech qaysi bir ona farzandiga yomon bo'lishni ravo ko'rmaydi. Hech qaysi kelin ziyolmas. Hamma kelinda qanaqadir kamchilik, bir nuqson bor. Bunga albatta dono qaynona ko'zini yumib turadi. Shu bilan birga kelinlar ham qaynonasining injoligini ko'tara bilishi kerak. Bilasizmi, aslida eng baxtli oila qanaqa oila bo'ladi? Bir-birini kamchiligiga ko'zini yumib yashaydigan oila eng baxtli oila bo'ladi. Bir narsani unutmang. Qachonki kelin qaynonasini onasidek ko'rib qaynonani duosini olsa hech qachon kam bo'lmaydi.